Assalomu alaykum. Qadrdon kanalimiz a'zolari. Mana bugun 3-iyun, yozning 3-kuni, 2025-yil. Navbatdagi mana Laboga chiroyli bo'lgan tun kashfiyani qilib bo'ldik. Bu Laboyimiz egalari Farg'ona viloyati Buvayda tumanidan ketdi. Bu Laboga hamma joylari ideal holatda, mana poliga silliq holatda tushadigan rezinkalar ham qilingan, toshni plotni tushadigan holatda. Hamma joylarda ana Pinaplex konteyner pollar qo'yilgan. Har qanaqa zarbalarga tormozda keladigan zarbalarni ushlab qolishi mo'ljallanadi. Pinaplexlari orqaga tunikani tiraydi, issiq sovuqni mana salonga o'tkazmaslik uchun qilinadi shu narsa. Mana yo'llari 1,5 sm ichkariga kirgan bo'ladi. Ochganda qo'lda ilmaydigan holatda bo'ladi. Mana bu akkumulyatorda to'sib, yoniga sandiqcha qilish xizmatlari ham bor. Mana bu holatda bo'ladi. Ichiga kuloch appan agnishitlab ham lasab yursa bo'laveradi. Rezinkasi ham alohida sotiladi bizga. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Bordon qishlog'i, svetofor yonida 1 soat ichida chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa, do'stlar, yaqinlarga mana shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Murojaat uchun mana ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. 24 soat aloqadamiz, chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Yoqsa like bosib, kamchiliklarni kommentariyaga yozib qo'ying. Kuzatishda davom etinglar. Imkon boricha chotkilab yangi ishlarni qilamiz. Like bosib, do'stlarga jo'natishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom eting.